Fasadi juda ham go'zal chiqdi, qaraydi. Uglovoy hovli va boshqacha. Oldilari ham kattagina joylar bor parkovka uchun. Mahallamiz ham zo'r, Yunusobod tumani. Zenitdamiz, Islomobod mahalla. Kattagina parkovkasi, darvozalarimiz juda ham chiroyli chiqqan. Ikkita oqilki uchun zo'r variant. Mana bu yerda ham ikkinchisi tayyor bo'lyapti. Kalitka eshigimiz ham juda ham baland. 3,5 metrga o'xshayapti. Mana qaraydi. Podsvetkalar zinalargacha ham qilingan, juda chiroyli. 3 ta urin, 6 ta xona, 5 ta sanuzol. Darvozaxonamizni bitta mashina tashqariga bemalol qo'yib qo'ysa bo'ladi. Yozgi oshxonamizni polностью mramor toshlar ishlatilgan, hamma yoqqa to'killariga ham fontan, vodopad, такой miltillab suv oqib turadi. Uy ichiga o'tamiz. Uy ichiga kirganimizda yorqin rangni kutib oladi. O'ng qo'lda kattagina stroyniy shkop. Bu yerda bo'lsa holimiz bo'ladi. Uglovoy bo'lganiga ikki tomonda ham oynasi bor. Panoramli oyna, полностью теплый pol. Tak, o'ng qo'lda oshxonamiz. Oshxonamiz juda ham chiroyli chiqqan, ranglari ham полностью упакованный. Hamma narsalar qilib qo'yilgan, tayyor holatda panoramli oyna bu yerda ham. Mana risheni menga juda ham yoqdi, ham qaraydi. Zo'r chiqdi, lekin kichkina joydan unumli foydalanilgan. Tak, bu yerda zalimiz, venitsankada qilib qo'yilgan. Katta oyna, reshotkalargacha ham qo'yilgan. Bu tomonda orqada ham oyna bor, lustralari ham kattagina. Tak, endi birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Tak. Bu yerda spalnyamiz birinchi qavat uchun. Bu yerda dushoviy kabinali sanuzol qilingan, vaqt cho'zilmasligi uchun. Orqa hovliga qaragan kichkina oynasi ham bor. Endi ikkinchi qavat ko'tarilamiz. Chiqayotgan ham ko'tarilib oldi. Katta chiroyli qandillarimiz, kengchilik, tor joyimiz, 2,5 sotuv bo'lgani bilan zo'r chiqdi planirovkasi. Tak, detskiy spalnyamiz. Bo'yimizda 4 ta spalyaning ichida o'zining alohida sanuzollari bor. Tak. Mana yana bitta katta spalnyamiz. Bu yerda sanuzoli bor, 3 talab oyna, to'rda balkonimiz. Bu yerda yana bitta spalnyamiz. Rangi zo'r chiqdi, lekin ikki tomonlama oyna. O'zining ichida bu yerda ham sanuzoli bor. Va oxirgi spalnyamiz, bu ham kattalar yotoqxonasi. Mana avvalgi oyna juda ham chiroyli chiqargan. Sanuzoli bor. Xo'p, podvalimizda yaxlit xonalarga bo'lingan. Bu hovlimiz So'xdala otdi, Yunusobodda bo'ldi. Aloqaga chiqinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.